Biz tuman axborot kutubxona markazidan tashrif buyurdik. Bizning kutubxonamizda o'z o'lkangiz tarixini bilasizmi loyihasi davom etyapti. Siz shu loyiha ishtirokchisiz. Bir necha savollar bilan murojaat qilaman. Baliqchi tarixini bilasizmi? Albatta, eshitganman. Qani? Baliqchi tumani tarixi rivoyatlar bor. Baliqchi tumani tarixini. Bu rivoyatlardan biri Allohning rasuli bo'lgan Sulaymon alayhissalom borib taqaladi. Sulaymon alayhissalom o'z shahriga bir makon topadi. U shahrda makon topganda u Hirot tog'larida daryo, ya'ni qora daryo bo'yida tahorat qilish uchun o'tirganda shu o'ziga bo'ladi. U o'ziga orqali qushlar, devlar, parilar tilini o'rganadi. Shunaqa qudrat, ilohiy qudrat ekan. Shu tahorat qilib o'tirganda o'zigini suvga tushirib boradi qora daryoga. U kelib o'zigini izlab piyoda kelayotgan joyida Baliqchi tuman hududiga kelib qoladi. Shu qora daryo bo'yida bitta chol bo'ladi, baliq ovlayotgan chol bo'ladi. O'sha cholga duch kelib qoladi. Chol kelgan u Sulaymon alayhissalomga savol beradi, yoqib qoladi-da. Savol berganda siz qaysi tomon ketyapsiz o'g'lim desa, mening manzilim olis. Men borar manzilim hozirgacha noma'lum. O'g'li yo'qqa o'g'il, qiz yo'qqa qiz bo'lmoqchiman dedi. Chol shunaqa xursand bo'lib ketganidan, ey Allohim, mening duolarim ijobat bo'ldi. Menga o'g'il farzand berding dedi. Sulaymon alayhissalomni boqib oladi. Chol 3 ta farzand bo'ladi, qiz farzandi bo'ladi. Keyin yillar o'tgandan keyin cholda 3-qiz farzandiga uylanadi. Uylangandan keyin Sulaymon alayhissalom hali qiz bilan daryo bo'yida baliq tutayotganda katta baliq to'riga keladi. U baliqni yeyish uchun yorib ko'rishganda ichida Sulaymon alayhissalom o'ziga chiqadi. O'ziga chiqqanda xursand bo'lganda o'sha baliqda hammaga dasturxon yorib mehmon qiladi. Endi cholning 3-farzandi Sulaymon alayhissalom 7 ta o'g'il, 1 ta qiz ko'radi. U 7 ta o'g'illarga ularda tuzoq mozor, tuzoq momo, qiz farzand bo'lsa Sufa ota, Nurali buva, Qilich Burxon, Qur'onda shular kiradi deb aytilgan og'zaki rivoyatlarga qaraganda. Shu Baliqchi tumani shunday juda ham to'g'ri. Baliqchi tumanida yetishib chiqqan mashhur yozuvchi, shoir, olim, san'atkorlar haqida gapirsangiz. Baliqchi tumanida yetishib chiqqan yozuvchilardan Odiljon Jo'rayev, Arabboy Asqarovlar bilaman. Olimlardan Abdulla Azamovni bilaman. Hofizlardan Munavvar Chavarova, Hasan Husan Jo'rayevlar, keyin Odiljon Yusufovlarni bilaman. Familiyalarni shu. Javob to'g'ri. Bitta savolimiz sizga. Tumanimizda arxeologik madaniy meroslar bor. Shu meroslar haqida gapirib o'ting. Tumanimizda arxeologik meroslardan Sortepa, Rahmattepa, Mozortepa bor. Sortepa 1-5-7 asrlarga borib taqaladi. Rahmattepa 8 asrda 10 asrlarga borib taqaladi. Rahmat. Siz hamma savollarga to'g'ri javob berdingiz. Bu loyihamizda g'olib hisoblanasiz. Sizni tuman axborot kutubxona markazini sovg'asi bilan taqdirlaymiz. Bizni sevimli yozuvchimiz, o'lkamizda yashab ijod qilayotgan yozuvchi Odiljon Jo'rayevning Halovat nomli kitobi bilan sizni taqdirlaymiz. Rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat.